Bo'rilar zamini filmida. Yaxshi, alifbodan boshlaymiz. Senga qaysi harf notanish bo'lsa aytasan. Xo'pmi? Mabodo Yelena, iltimos. Men savodsiz emasman. Faqat biroz Chaynalasan, keyin chaynalmaydigan bo'lasan. Xo'pmi? Qani, mana bu so'zga qara. Shundan boshlaymiz. Bo'la qol. Se. Mana bu harfchi. R L A Juda yaxshi. Endi qo'shib o'qisak. Ser R'ni biroz yumshoqroq ayt. Bo'g'ini ajrat. Menga qara. Serra. Unli va undoshni bilsang kerak. albatta. Aldayapti. Hech narsani bilmaydi. Miguel. Bilmaysanmi? Yo'q, Yelena, bo'lmayman. Maktabga borish o'rniga buni bilishing shart emas. Har xil ishlar qilganman. Unli harflar shovqinsiz aytiladi. Ular atigi 5 ta. A, Y, I, O, U. Demak, Shuncha narsani qayerdan bilasan? Madridda muallimlik qilganman. Yana nimalar qilgansan? B bilan A birga ba. B bilan Y, B. B bilan I, bi. O bilan B, bo. B bilan U, bu. Uzr, u demoqchi edim. Menimcha bugunga yetadi. Yo'q, Yelena, iltimos. Davom etaylik. Mayli. Qayerga ketyapsan? Birga boraman. Bu mening ishim. Sen uyga qayt. Uyga qaytyapman. Borishga ruxsat bering. Gapimni ikki qilma. Chop jonivor. Boboning xotini nima uchun dadamning rasmini asrab yurgan? Rostdan juda g'alati. Ha, Otam bilan bog'liq hamma ishlar g'alati. Ham alamli. Lora. Ishga kirishamiz. Tayyorman. Romanga sovg'a hozirlaymiz. So'rab surishtirib, oilasi haqida bor haqiqatni bilib olamiz. Hammasini. Charchaganman. O'zing boraver. Hozircha qizlarning onasi olamdan o'tganini bilamiz, xolos. U yerga boramiz. Yo'q. Sesar yo'q. Roman bechora azob chekyapti. Sen bo'lsa qo'l qovushtirib o'tirmoqchimisan? Yo'q, Loboning xotini u yerga ko'milmagan. Sen qayerdan bilasan? Nima desam ekan? Rosarioda ishlamasimdan avval Loboning uyiga ko'p marotaba borganman. Uni juda ham yaxshi bilaman. Unda qayerga ko'milgan? Mana savol qayerda? Bu sirligicha qolgan. Qayerdaligini hech kim bilmaydi. Cherkov. Unga nima bo'pti? Nimaiki sodir bo'lmasin, cherkovdagi qaydnomaga yoziladi. Romanga aytish kerak. Yo'q, men bormayman. Chiroyli chizyapsiz. Rahmat. Bu roman uchun. Uni mashq daftari. Juda aqlli, to'g'rimi? Balki yuvasham dersan. Lekin kelishgan yigit. To'g'ri. Shunaqa. Buni Lucky Bradaga olib bor. Xo'pmi? Hoy, o'pib qo'ymaysanmi?
Chin so'zim. Sizni bezovta qilgim yo'q edi. Avliyota. Jim, iltimos. Tavba qilgani keldim. Uzr, yo'talim tutib qoldi. Tavba qilmasam bo'lmaydi. Parvardigor seni kechirsin. Bo'tam. Ha, Avliyota. Xotini necha yoshda edi? 40 da bo'lsa kerak. Qaydnomada sanalar yozilgan bo'ladi. Juda bo'lmaganda qayerga ko'milganini bilib olamiz. Yordamlash. Kim poyloqchilik qiladi? Ijarada turaman. To'lashga pulim yo'qligi uchun bir boy odam menga ish taklif qildi. Avliyota, bilasiz, hech bir bayram buqalar jangisiz o'tmaydi. Mening xo'jayinim buqalarni so'yib sotar ekan. Ularni qanday o'ldirishlarini ko'rsangiz edi. Bechoralar joni uzilguncha rosa qiynaladi. Bo'ldi, bas qiling. Parvardigor hammasidan boxabar. Tavba qilish uchun kuniga 10 marta duo o'qib, iltijo qilasiz. Avliyota. Bu yerda Topdim. tezroq bo'l. Bir soniya. Shlyapa. Meni kechiring, Avliyota. Sizni sevib qoldim. Ko'rgan zahotim. Bu yerdan hoziroq daf bo'l. Iblis. Noumid qilmang, Avliyota. Axir sevish bu gunoh emas-ku. Lora. Mayli, Avliyota. Xudo o'zi kechirsin. Kechirasiz, senyor, mana bu xonim sizni ko'rmoqchi ekan. Uzr. Senyor Sagasta, noto'g'ri o'ylamang. Yo'q, hammasini ko'rdim, senyorita. Meni qari chol deb ko'p ham kalaka qilmang, xo'pmi? Gapim rost. Ot boqar meni majbur qildi. Meni g'irt ovsar odam deb o'ylayapsizmi? Ma'zur tutasiz. Shoshmang. Sizni aldagandim. Qilmishimdan uyalib ketyapman. Kecha o'zingiz mendan nimanidir kutgan edingiz. Shundan keyin o'ylab qoldim. Sizdek tajribali erkak bilan men buni hatto tasavvur qila olmadim. Shundan keyin xizmatkordan ayrim narsalarni so'ramoqchi bo'ldim. Sizni ranjitmaslik uchun. Buni men uchun qildingizmi? Bekor qilibman. Endi tushundim. Xohlasangiz dadam otboqarni ishdan haydaydi. Uni boshqa ko'rmaslikni men ham afzal bilardim. Shuni aytdim, o'zimni qushdek yengil his qildim. Bechora Avliyota bo'zdek oqarib ketdi. Men ham qo'rqib ketdim. Unga aytganlaring rostmidi? Albatta yolg'on. Hammasini to'qib chiqardim. Aymodana inaxosa, nima uchun bu xilxonasiga ko'milmagan? Qachon o'lgan deding? Bu otayni o'limidan oldin yozgan xatimi? Ha. Gunohkor banda Fernando Bravo yozdi. Sanasi 1868-yil 13-iyun. O'sha kuni. Voy. Bir yilda shuncha kun bor-u, aynan bir kundami? Loboning xotinini yaxshi ko'rgani uchun dadam o'zini o'ldirgan. Tasodiflar ko'payib ketdi. Judayam. Nimasini aytasan?
Almudena, hech qachon birga bo'lmaysiz. Sababi murda bilan nikohdan o'tolmaysan, qizim. Dada, nima desangiz, hammasini qilaman. Albatta qilasan. Yo'q, otmang. Yaqinlashma. Ket, Almudena. Buni ko'rging kelmasa kerak. otangga quloq sol. Ket. Sizdan bir umr nafratlanib yashash uchun ko'rishim kerak. Juda soz. Unda qolaver. Dadamni siz o'ldirgansiz. Ovozingni o'chir aytuvchi. Hech narsani bilmaysan. To'g'ri aytdingiz. Hech narsani bilmayman. Lekin bilib olaman. Sezar, iltimos. Ketdik, Almudena. Yo'q, qizim. Gapimga quloq sol. Buni hech qachon ayta olmaganman. Seni yaxshi ko'raman. Baxtli yashashingni xohlayman. Xonaga qamab qo'yib, bundan o'zim qattiqroq azoblandim. Kechir. Lekin qilgan ishingdan bir kuni afsuslanib qolishingni xohlamayman. U seni aldayapti. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Lekin Sesarsiz yasha olmayman. Yaxshi. Mayli. O'rtamizdagi ziddiyatni unutishim mumkin. Qizim, men bilan uyga qayt. Unashtirilgandan so'ng biroz vaqt o'tgach, shu odamga tegish fikridan qaytmaydigan bo'lsang, sizlarga oq fotiha beraman. Hech qachon lafzimdan tonmaganman. Almudena. Unga ishonma. Seni yana sotadi. Aldayapti. Hammasini yangidan boshlash imkonimiz bor. Axir bu yaxshi-ku. Ketma. Iltimos. Menga ishon. Salom. Bu nimanikidir? Rahmat. O'qidim. Qo'lingdan keladi. Faqat ko'proq mashq qilish kerak. Sen chiroyli va aqllisan. Lekin men ham menga juda yoqasan. Men ham deganing nimasi? Xat yozibsan-ku. Bilaman, seni yaxshi ko'raman deb aytish qiyin. Lekin bir narsadan xijolat bo'lyapman-da. Senga yo'q demayman. Miguel. O'zimni hech qachon bunday his qilmagandim. Bu o'zimga ham yoqyapti. Shoshma.
Shoshma. Buni men yozmadim. Sen to'g'ri o'qigansan, lekin men yozmaganman. Miguel! Miguel! Bilmabman, uzr. Yo'q, hammasiga o'g'lim aybdor. U bilan o'zim gaplashaman. Yaxshi, mayli. Unda men boray. Roman? Sen rostdan ham kelishgan yigitsan. المدانة. Qochib ketishing kerakmidi? Buni bilmadim, lekin qaytmasliging kerak edi. Mayli, yura qol. Nima bo'ldi? Nega qaytdingiz? Opa, dadam Sesar bilan turmush qurishimga rozi. Faqat unashtirib qo'yishni xohlayapti. Gapiga ishondingmi? Faqat unga tegaman. Lidiya. Almudenaning xonasini tartibga keltir. Sen esa kechki ovqatga hozirlik ko'r. Boshqa payt kelgani ma'quldir. Qizingiz bilan to'yimni bekor qilmoqchiman. Boshdan hammasi aqlsizlik edi. Yoshimizda katta farq bor. Men keksa odamman. Avval aytmagandim, men kasalman. Xato qildim. Lekin kelishuvimiz o'z kuchida qoladi. Yetkazilgan zararni to'liq qoplab beraman. Hatto ortig'i bilan. Kechirasiz. O'zimdan nafratlanib ketyapman. Xudo haqqi. Ketdik, Evaristo. Qorning to'ydimi? Qara, nima olib keldim. Rahmat, signora Lidiya. Yur, kuzatib qo'yaman. Yana kel, senga kiyim tayyorlab qo'yaman. Jim bo'l. Hech qachon bu kuyni chalma. Senga yana azob berishlarini xohlaysan? Yo'q. Unda jim bo'l. Evaristo yaxshi. Evaristo yaxshi. Albatta yaxshi. Evaristo, ahvoling qalay? Evaristo, bu men. Cesarman.
Tuni bilan ismini aytding. Yolg'on. Rost. Sesar mendan bu savol deding. Aldayapsizlar. To'y kunini belgiladingizmi? Yo'q. Lekin tezroq bo'lsa edi. Kutganim sari kunlar ham sekin o'tyapti. Almudena ko'p ham xayolga berilaverma. Seni to'ying buzildi, lekin meniki bunday bo'lmaydi. Dadam bunga yo'l qo'yadi deb o'ylaysanmi? Tezroq turinglar. Men yana joyimga qaytyapman. Rostdanmi? Ha? Yana hammamiz birgamiz. Ha, lekin siz ketyapsiz. Biz har doim birga bo'lamiz. Yarmarkaga boramiz yigitlar. U yerda hamma narsa sotiladi. Ha, chiroyli qizlar ham bo'lsa kerak. Tanishib olardim. Ishlab topgan pulimiz. Shvetsariyaliklar soatdek aniq yuradi. Hech qachon kechiktirmaydi. Voy, bir ajoyib pullar ekan. Rosa vaqtida kelding-da. To'ppa-to'g'ri. Endi yarmarkaga boramiz. Roman yo'q, nima qilishingni bilaman. Shuncha pulni havoga sovurmaymiz. Sesar, iltimos. Hech narsaga sarflay olmaymizmi? Sesar, Ispaniyadagi eng ziqna qaroqchi ekansan. Lora. Shuni olginda, o'zing bilgancha ishlat. Qolganiga tegmaysan. Jononlar. Ichkiliklar. Lora. Zalmari. Endi shvetsariyaliklardan ko'proq pul so'raymiz. Menimcha siz ham yaxshi pul to'lashyapti. Lekin o'zing ularga bu oltinga teng deganding. Shuning uchun ozroq qo'shinglar deymiz. Lekin bu gap shvetsariyaliklarga yoqmaydi-da. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi degan. Almudenani shu yerga olib kelaman. Xarobada yashashini xohlamayman. O'sha senyoritadan bitta uy bilan qutulib keta olmaysan. Ularga telegramma jo'natib, 2 hissa ko'proq xohlashimizni ayt. Axir bu zo'ravonlik. Shu zahoti yo'q deyshadi. Men ham hamkorman. Jean-Marie menga ishon. 2 hissa to'langlar deysan, konishmasa kechqisi yo'q. Bitta kamlik qiladi Roman. Dada, Ha, haligacha to'y kunini belgilamadik. axir senga aytdim-ku, ozroq kutib turish kerak. Eng kamida 1 oy. Aks holda Felix bilan uning oilasi o'zini tahqirlangandek his qiladi. Xotirjam bo'ling. Hammasi siz xohlagandek bo'ladi. Faqat rozilik berganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki to'yimiz bo'ladi. To'g'rimi? Dada, Sesar juda yaxshi odam. Bunga qat'iy ishonaman. To'ydan so'ng u bilan jo'nab ketasan. Bir qizimdan ajrab qolaman. Neves. To'xta. Meni tinch qo'y. Aqldan ozdingmi? Bularni nima qilaman? Shu qishloqda chirib ketaman endi. Hech qachon bunday dema. Hayoting hali oldinda. O'zingga bir qara. Menga tegma. To'yimni barbod qilding. O'zingchi, o'zing farishtamsan? Menga o'chakishib o'sha qizni aybdor qilding. Senga o'chakishmadim. Anibal. U bilan qayerga bormoqchi eding? Meni aqldan ozdirasan, Neves. Bu yerlardan ketgim kelyapti. Boy bo'lganing deydi. Tilingni ko'rsat. Og'zingni och. Yutinsang og'riyaptimi? Go'glingchi, ayniyaptimi? Yot. Yotib damingni ol.
Felix. Bu yerdan ketishni o'ylamayapsizmi? Nima? Almudena bilan to'yin bekor qilinganini hamma biladimi? Axir, hamma shuni gapiryapti. Men shu yerda shifokorman. Hech qayerga ketmayman. Tayyorlan. To'xtang, xonim. Qayoqqa ketyapsiz? Bo'rilar zaminigacha hali uzoqmi? So'qmoqdan to'g'ri ketavering. Yana 1 soat yurasiz. Rahmat. Yolg'iz yurmasangiz bo'lardi. Tezroq yetib olishim kerak. Yarmarkaga shoshilyapsizmi, ha? Yo'q, senyor. Sesar Bravoni qidiryapman. Lora. Otamni tanirmiding? Yo'q. Lekin uy qurib yaxshi ish qilgan ekan. Kiraverishda katta darvoza o'rnatmoqchiman. Ana u yerda otlar uchun joy ajrataman. Bir qiz uchun ko'plik qilmaydimi? Mana bu yerga ikkita 2 qavatli uy quraman. Boshingni qimirlatma. Ikkala uy o'rtasida ustunli ayvon bo'ladi. Yomg'irdan keyin hamma yoq maysazorga aylanadi. O'sha yerda farzandlarim o'ynashadi. Mendan enaga chiqmasa kerak. O'zim qarayman. Ma. Senyor tovuq olasizmi? Yo'q, rahmat. Quyon bor, senyor. Senyor, bir qarang, ot emas, haqiqiy tulpor. Senyor, qo'ylarni ko'ring, nasli toza, bir qarang. Ispanotlar qaranglar, eng chopqir otlar. Eker, nima olib kelding? Naslli buqa, Izabella 2-qoramonlar avlodi. Bir urch tutish uchun 5 pesek. Ona uchun ham yaxshi bo'lsa pand bermaydi. Menga ishonavering. Yo'q, uncha qiziqmadim. Qancha so'rayapsan? Eshitding-ku, bir urch tutish 5 pesek. Men o'zini aytyapman. Bu bebaho zot. Qancha? 400 pesek so'rayman. Ko'p so'rayapsan. Shunga arziydi. Bundan tashqari senyor Loboni qiziqtirmadi. Bu Lobo uchun emas. O'zingami? O'sha buqa yoqib qoldimi deyman? Nimani aytyapsan? Ko'rdim, astoydil surishtirding. Ovozingni o'chir yigitcha. Bas qiling. Menga qanday qarashganini ko'rdinglarmi? Tushunmadim, senyor. Qishloqdagi ayrim odamlar Nazarimda har doimgidek. har doimgidek jahlabni chiqarma, Anibal. Tarixchalik hurmatim qolmabdi. Hammasidan qarzim bordek menga yov qarash qilishdi. Sizga hurmatsizlik qilishlariga yo'l qo'ymayman. Malla sochqis turli mishmishlar bilan odamlarni sizga qarshi gijgijlayapti. Sen gapga aralashma. Meni yolg'iz qoldiring.
Hamma shu yerda-ku. Jenurson, chiroyli ayollar ko'p ekan. Salom Erminiya. Salom. Almudenani ko'rmadingmi? Sesar, gapimga quloq solmayapsan. Rostdan uylanmoqchimisan? Ana. Rahmat Erminiya. Salom. Salom. Ishlar qalay? Yaxshi. Dadam bilan gaplashdim. Biroy kutinglar dedi. Unda biroy kutamiz. Mayli, bu haqida boshqa safar gaplashamiz. Raqs tushamizmi? Shoshma Almudena. Men uncha yaxshi bilmayman. Meni bag'ringga bossang bo'ldi. Qo'lingni ber. Endi o'zingga kel. Xayrli kech, Ermeniya. Xayrli kech. Sharaf qo'ying. Xayrli kech. Bilmayman deganding-ku. Ha, biroz bilaman xolos. Ma'zur tuting. Bunga ko'nikishimiz kerakmi? Vaziyatda qazosi bor. Nazarimda bu haqorat. O'g'ling qizimni asray olmagani ham menga haqoratdek tuyulyapti. Salom Roman. Miguelito, Sizga berib yuborishdi. men bilan raqs tushishni xohlaysanmi? Jonim bilan. O'lgudek qo'pol bo'lasan-da. Raqs tushishni yaxshi bilaman. Shoshilma, Roman. Salom. Xayrli kech. Sizda bo'sh xona bormi? Ha, omadingiz bor ekan, chunki odatda har doim band bo'lardim. Qancha turadi? Kuniga bir pesetin. Eringiz bilan keldingizmi? Yo'q, bir o'zim. Yuring, kuzatib qo'yaman. Qanday ish bilan bizning qishloqqa keldingiz? Bolamning otasini qidiryapman. Izabel, ketdik. Dada qarang, nimalar yutib oldim. Boshqa o'ynamang deb yalinib yolvordi. Uyga qaytishingiz kerak. Izvosh tayyor qizlar. Qani chiqinglar. Qachon ketamiz deb ko'zimiz to'rt bo'lib sizni kutayotgandik. Yevers. Rahmat dada. Katta rahmat. Xayrli tun qizalog'im. Xayr. Bilaman, qizingiz oddiy dehqon bolasi bilan turmush qurishini xohlamayapsiz. Juda to'g'ri tushunibsan. Lekin menga baribir, senyor. Qizingiz men bilan baxtli yashaydi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. Lekin senga o'xshaganlar quruq gapdan nariga o'ta olmaydi. Faqat bir narsani Gapimni ikkala qulog'ingga ham quyib ol. Qizingga uylansang ham hech qachon bir oila bo'lmaymiz. Hech qachon.
Charchamadingmi? Charchamadim, oyog'im chalishib ketyapti. Sekin. Qalay? Musiqani to'xtat. Nega chalmayapti? Qarshi bo'lmasang, seni yona bilan raqs tushsam. Qarshiman? Iltimos, janjalni boshlama. Men bilan raqs tushasanmi? Gapimga tushunmadingizmi? Anchadan beri raqs tushmagandim. Uyimga kel, kechki ovqatni birga qilamiz. Albatta otang va o'g'ling bilan. Juda iltifotlisiz, lekin yo'q. Kechirasiz. Menga bir marta ham imkon bermaysanmi? Miguel. Ketdik. Senga ko'proq yoshlar yoqadimi? Xayrli tun. Elena, iltimos. Seni xafa qilmoqchi emasdim. Kuzatib qo'ysam maylimi? Yo'q. Rahmat. Yaxshi. Ko'ramiz. Yana yutqazding. Bu yerda sen bilmagan qoidalar ko'p. 2 marta tarqatganda bilib ola olmasang, demak o'zingsan. Qilgan ishi uchun o'ldirish kerak edi. Undan ko'ra aylanib kel. Hovringdan tushasan. Foydasi yo'q. Mana biz ham keldik. Do'zax, haqiqiy do'zaxni o'zginasi. Mana shu ayol bilan endi hech qayerga bormayman. Ispanlar qanday o'yin kulgi qilishini bilmas ekan. Shu paytgacha ispanlar menga tosh otmagan edi. G'irt ahmoq ekan ular. Bizga xizmat ko'rsatishmadi. Cesar, bir ayol sendan bola orttirib olganmish. Nima? Suyunchi ber. Yaqinda ota bo'lar ekansan. Ha, eshitganday bo'ldim. Qornini qappaytirib. Bola seniki ekanligini aytyapti. Yo'q, Bo'lishi mumkin aka. Portugaliyada birontasi bilan xiligi yo'raman. Yo'q. Nega yo'q deyapsan? Bolam bo'lishini xohlayman deganding, marhamat. Bo'lishi mumkin emas, Lora. Xudo ko'rsatmasin, Almudena bilib qolsa bormi? Sendan shartda voz kechib, doktorga tegib ketadi. Ishlarcha to'q-ku aka. Uchta. Ko'taraman. 60. Hammasiga o'ynayman. Men chiqdim. Sen afsus qilmaysanmi? Yo'q. Unda o'zingdan ko'r. Qirolgacha terdim. Guli kuchliroq, to'g'rimi?
Uzr. Endi o'rganyapman. Tasodif tufayli yutqazishni istamayman. Men esa tavakkal qilishni yoqtirmayman. Raqs tushayotganimizda musiqani to'xtatib qo'ydi. Unga hech narsa qila olmaysan. Musharrasiga boplab tushirsam bo'lar ekan o'sha ablahni. Bu gaplarni eshitdik, Roman, bas qil. O'sha qizni deb kimligingni unutib qo'yding, lekin u men uchun ablahligicha qolaveradi. Bilib qo'y buni, aka. Ortiqcha muammolarga hozir toqatim yo'q. Roman, Tarvuz yutgan qizga o'xshaganmi? bunga mening aloqam yo'q. Qurilma nima bo'ldi? O'zim to'xtatdim. Eshit. Ikki qissa ko'p pul talab qilganing sharofati bilan shartnomani bekor qilishga majburmiz. Kamoli ehtirom ila Mineral suvlar mustaqil kompaniyasi. Eshitdingmi? Juda muloyimlik bilan rad qilishibdi. Bu nima degani? Ochko'z akang hamma ishni rasvo qildi. Nega savdolashmay bekor qilishadi? Qanaqa savdolashish? Ular Shvetsariyalik. Lekin ularga suvimiz kerak-ku. 2 baravar ko'p so'rading. 2 baravar, a? Hech qisi yo'q. Donolar donasi buni to'g'rilash uchun bir pasda nimadir o'ylab topadi. Menga ishonavering.